Mana Daniya G'unajin so'rovdinglarmi? Kimga nechta kerak mana? Chempionlardan, injiqlardan yetib keldi aka-ukalarim mana. Aka-ukalar sutga to'ygan polvonidan so'raysizlar-ku mana. Shunaqa pachkalardan, sutga to'yganlardan yetib kelgan, mashalloh mana. Layklardan bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, narxlari nerealniy narxli bo'ladi aka-ukalarim. Videoni boshida bitta layklardan bosib qo'ysanglar, mana shvedlarimizdan ham bor. Mana chizza bo'yi bicharlik yetib keldi. Boshini ko'tarmaydiganlardan mana. Ishlarga bitta ahamiyat berasizlar. Videoni boshida bitta layklardan bosib, qo'llab-quvvatlab, poddeshka qilib tursanglar, narxlari nerealniy narxli bo'ladi aka-ukalarim. Qattan topaman bunaqasini, jigar deydi-yu mana. Orqa korobkalarga bitta ahamiyat berasizlar aka-ukalarim. Pachkalardan yetib kelgan mana. Sut ishlayman deydigan aka-ukalarim ham ekranga yaxshiroq o'tirib olinglar. Silaboblardan yetib kelgan mana. Ostilarini qaranglar mana. Chempionlar chetda. Assalomu alaykum Samandar Uz obunachilari, sizlarni uzoq kuttirmagan holda yangi partiyalarimiz yetib keldi. Juda ko'p aka-ukalarim mendan Daniya G'unajin so'rashyapti. Mana Daniya G'unajinni chempionlardan, injiqlardan yetib kelgan. Videoni boshida bitta layklardan bosib, qo'llab-quvvatlab, poddeshka qilib tursanglar, narxlari nerealniy narxli bo'ladi. Kerak bo'lsa aka-ukalarim, yangi tug'ilgan ham bunaqa narxlarga topa olmaysizlar. Qilayotgan mehnatlarimizga videoni boshida bitta layklardan bosib, poddeshka qilib turaverasizlar. Bizning videolar shunchaki ko'rmaysizlar. 200 ming so'm pul yutib olishingiz mumkin, mol ololmasanglar ham. Buning uchun kommentariyaga kiringlar, o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Keyingi g'oliblarimiz sizlar bo'lishingiz mumkin. O'tgan safargi g'oliblarimiz Mehrinisso bilan Avazbek 511 aloqaga chiqsa, pullarni tashab beramiz. Bugungi sanamiz 27-oktyabr haftani dushanba kuni manzillarimiz Namangan viloyati Chust tuman Shoyon qishlog'idan o'zimizning mini fermadan video obzor qilyapmiz. Bugungi aka-ukalarim 5 bor g'unajinlarimiz bor. Bitta shvedga gibrid, 4 dona Daniya. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Juda nozik aka-ukalarim, uncha narsa yo'qmaydigan aka-ukalar ekranga yaxshiroq o'tirib olasizlar. Sizlarga mana shu pachkalardan yetib kelgan, mana qaranglar. Sutga to'ygandan olaman deydigan akalarim qani sizlar mana. Videoda qanday chiqyapti bilmadik-ku mana. Realni ko'rsanglar boshqa narsalar mana. Haydanchi Qodir tog'a bularni. Turishlarni qaranglar mana. 4 tasi ham bir xil aka-ukalarim mana. 5 tasi ham bir xil mana. Bo'yi deysizlarmi, yosh oyligi deysizlarmi, hammasi. 10-15 kilo plus minusi bor, lekin hammasi bir xil mana. Iliklarni qaranglar, baqvatligini mana. Sigir qo'ygani arziguliklardan mana. Hammasining ostilari ko'rinyaptimi? Sut ishlayman deydigan akalarga 100% tavsiya qilamiz. O'zi molni yaxshi tushunadigan aka-ukalar buni nimaligini bilib bo'ldi mana. Kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar, chunki juda ko'p aka-ukalarim sotilib ketgandan keyin telefon qilishyapti. Ayb bizda emas. Shunga kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, videolarimiz birinchi o'rinda sizlarga boradi. O'zingizlar sifatlarga bitta baho berasizlar. Ko'p maqtamaymiz aka-ukalarim. Mol o'zini maqtaydi mana. Joning sog' bo'lgunlar, turishini qaranglar mana. Xo'p, 5 tasini bitta sigirni puliga berib yoramiz, xudo xolasa. Hozir bitta sigir ham bermaydi 5 tasini puliga. 5 tasini bitta joyga tashab, 1 yil, 1,5 yil kutsanglar aka-ukalarim, yaxshigina foyda qilasizlar. Bitta mana. Olinglar, tashab qo'yinglar aka-ukalarim. Mana. Yaxshi sigiri borlar, mana qaranglar. Mashalloh. Ostilarni qaranglar. Hop, bunimizga keladigan bo'lsa, bu shvedni bolasi otasi simental gibridga qo'yilgan ekan mana. Shunaqa polvon chiqqan mana. O'sha yo'nalishda ham, sut yo'nalishda ham. Onasi 35 ta 40 tagacha sut berayotgan. Onachili bizga turishlarni qaranglar. Hop, bularni bo'yiga keladigan bo'lsa, 1.15 ga beraveraman, quyuq suyugiga hammasini. Yemini tashorinchi Qodir aka bularni. Hop, yosh oyligi 6 oylik, hammasi patriot. Joning sog' bo'lgunlar, mana turishini qaranglar mana. Layklardan bosib, qo'llab-quvvatlab, poddeshka qilib tursanglar aka-ukalarim, shunaqalarni chiqaraveramiz mana. Havas qilganlarning uyida shunaqalardan 10 tadan 20 tadan bo'lsin mana. Qattan topaman hoji aka bunaqalarni deydi-yu, mashalloh, mana qaranglar aka-ukalarim. Havas qilsa arziguliklardan kelgan. Hammasi aka-ukalarim buqaga orqalari dam beradi mana.
molga yaxshi tushunadigan aka-ukalarga agar o'zingizlar tushunmasanglar ko'rsatib, bemalol o'zingizlar bo'laveradi. Mana qaraylar mana. Turishlarni qaraylar. Mana formalarga o'zingizlar bitta ahamiyat berasizlar. Sigir qilgan arziguliklardan kelgan mana. Yeb ichishlarini bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana. Silos kepaga urib yotishibdi. Ochopatadan so'ragan aka-ukalarimga mana. 5 tasini bitta joyga olib tashab qo'ysanglar mana. Tez aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalarim. Sotilib ketyapti. Agar bular sotilib ketgan taqdirda ham Telegramdan yozib qo'ysanglar ham kimga qanaqa mol kerak bo'lsa qilib beramiz. Bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Haydanchi Qodir tog'a bilan narxini yorvoraylikchi endi. Mana aka-ukalarim o'zingizlar turishlarga, sifatlarga bitta ahamiyat berasizlar. Kichkina narsalar emas, katta narsalar aka-ukalarim. Hop, ilojim boricha 5 tasini bitta joyga sotamiz. Donalabga ham screenshot qilib tashlaveringlar. Hammasini bitta olgan maza qiladi aka-ukalarim. Hop, yangi tug'ilgani ham aka-ukalarim hech kimga sir emas. 14-15 millionga chiqib ketgan hozirgi kunda. Videoni boshida aytilgandek, yangi tug'ilgani puliga berib yuboramiz dedikmi? O'shandan ham arzon qo'yamiz hozir. Hop, boshqa joylarda shunaqalarni 20 million, 19 million chiqarib yotishgan bir paytda biz sizlarga bunaqalarni bular narxi kami yo'q aka-ukalarim. 14 million 500 ming so'mdan mana ketdi mana. 5 tasi bir joyda mana 14 million 500 ming so'mdan ketdi mana. Qayerda beradi bu shunaqa pachka toza o'najillarni mana. Faqat layklardan bosib, qo'llab-quvvatlab, poddeshka qilib, kommentariyaga otangga rahmat deb qo'ysanglar bo'ldi mana. Sifatini qaranglar bularni. Ostilarni mana. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Bir hafta nari berib qilib beramiz. Hammaga mol qilib beryapmiz. Bitta kelganda 30 ta, 20 ta mol kelyapti mana. Xudo xolasa kimga qanaqasi kerak bo'lsa qilib beramiz. Haydanchi Qodir tog'a bilan bir qani iligilarga bitta hayot beringlar mana qaraylik. Kindayligidan so'rovdinglar o'tkazib var, mana kindayligi. Ochavering, yeversin. Haydavering nargilarni. Buni bir tomosha qilib tursa obunachilarimiz. Mana. Haydan Qodir tog'a. Go'zalligiga qaranglar aka-ukalarim. Hop, videoda kamchilik, xatolar bo'lgan bo'lsa, 1000 bor uzr so'raymiz aka-ukalarim. Bizdan uzoqlashmay, layklardan bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, narxlar nerealniy bo'laveradi akalar, shunaqalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Layklardan bosib turaverasizlar.